Assalomu alaykum. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz sezuvchanlik testi. Ushbu amaliy mashg'ulotimizdan ko'zlangan asosiy maqsad tashqi va ichki ta'sirlarga organizmni ko'rsatadigan javob reaksiyalari hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotimizni qo'llash uchun bizga asosan 2 nafar o'quvchimiz va biza bitta dona sim bo'lagi yoki qog'oz qisqichdan foydalanamiz. Bu qog'oz qisqichdan foydalanishda albatta xavfsizlik texnika qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Sababi sim bo'lagi yordamida birinchi o'quvchimiz ikkinchi o'quvchimizni tana qismlariga ta'sir ko'rsatganda asosan ko'zga, quloqlarga yoki tana organizmimizda asosan tashqi va ichki ta'sirlarga asosiy javob reaksiyani ko'rsatib beruvchi analizatorlarimizga nojo'ya ta'sir ko'rsatib qo'yishi mumkin. Amaliy mashg'ulotimizni boshlashdan oldin, demak biz mashg'ulotimiz uchun tanlab olingan sim bo'lagini 2 qismga ochib olishimiz zarur bo'ladi. Bunda ikkita simimizni orasidagi masofa 5 mm ni tashkil qilishi kerak. Demak, o'quvchilarimizga yuzlanamiz. Bunga sim bo'lagimizni birinchi o'quvchimizga beramiz. Ikkinchi o'quvchimizdan biz oldinda aytilgan ko'rsatmalarga, ya'ni xavfsizlik qoidalariga rioya etgan holda asosan o'quvchimizning ko'z qismlariga, yuz qismlariga, quloq, burun, og'iz qismlariga ta'sir ko'rsatmaslik uchun asosan biz qo'lidan foydalanamiz. Bunda birinchi o'quvchimiz qaysi qismlariga simni necha marotaba tekkanligi, necha uchi tekkanligini keyinchalik sizdan so'rab olamiz. Demak, boshlaymiz. Hozir biz nisbatan kuchsizroq bo'lgan 5 ta barmoqqa turlicha holatda bitta uchini yoki ikkita uchini yengil holatda ta'sirini o'tkazib sezdik. Endi tanani boshqa bir qismiga oldingiga nisbatan kuchliroq holda ta'sir o'tkazamiz. Marhamat. Yetarli. Demak, ko'rib o'tganingizdek, biz tajribani o'tkazdik. Tajribamiz yakunida ikkinchi o'quvchimizdan ta'sir o'tkazilish davomida o'zida qanday sezgilarni hosil qilganligini so'rab olamiz. Birinchi o'quvchimizdan esa o'z sinfdoshiga ta'sir ko'rsatish davomida uni qo'l va yuz qismlarida qanday javob reaksiyalari kuzatganligini so'rab olamiz. Va ular o'z daftariga va sinfdoshlari bilan birgalikda qanday tahlillar qilganligini qayd qilib olishadi. Ushbu tajribamizdan asosiy ko'zlangan maqsad har birimizda individual tashqi va ichki ta'sirlarga organizmni ko'rsatadigan javob reaksiyasini tezligi va uning unumdorligi, unga bo'lgan javobni organizm uchun qay darajada foydali ekanligini aniqlash bo'ldi. Demak, o'quvchilar keyingi amaliy mashg'ulotlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.